Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadri baland qadrdonlari. Bugun 2026-yil 14-aprel sanasida ikkita presetimiz sotilgan. Buni zakaz asosida 3-4 kun oldin zakaz qilib ketdilar, zakazga qilib berdik. Mana bu damazga qilingan. Hozir buni ham syomka qilib yuboraman. Preset razmeri juda qalin listlardan bo'ldi. Juda baquvvat qilib berdik. Bunga 2 tonna shebin toshir ekanlar. O'zlari aytdilar. Bizning Instagram sahifa ochganmiz. Amon Trail deb yozsangiz Instagram sahifamizga 5 ta o'rtog'ingizni atmetga qilib 10 ta do'stingizga jo'natib qo'ygan har bitta obunachiga 1 million sotilib turgandan 1 million aksiya qilib beramiz. Aksiyamiz 10 ta presepimizga amal qiladi. Pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bir mostlik, 2 mostlik tayyor preseplarimiz bor. Do'stim, presep ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'ldi. Siz qaysi tomondan keldingiz? Yangi Nishon shahridan keldim. Yangi Nishondan, ha? Ha, zakaz bilan mana akam yasab berdi. 3 kunda aytganimdan ham ziyoda qilib yasab bergan ekan. Akasiga katta rahmat. Sizga ma'qul bo'ldimi? Rahmat. Rozi bo'ling. Siz ham yaxshi kunlarga buyursin, barakasini bersin. Kimga bir mostlik, 2 mostlik preseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu presepimiz razmeri 2 metrga 1.30 razmerida mana. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Lasetti balonlarda traktorning telechkasining risollaridan bo'lgan, qalin listlardan qilgan 2 tonna shebin bosaman deyaptilar. Mana meksiyalarga parkoplarni bonus qilib berdik. 1 tonna 600 lik qalin zamoklardan qilib berganmiz. Mana presepimiz damazda taqiladi. Ichkarida ham bemalol tayyorlash jarayonlari ketyapti. Ulardan bir qator tanishtirib o'tamiz. Tayyor preseplarimiz tashqarida ko'chada turibdi. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. İki mostlik tayyor preseplarimiz ham bor. Hozir 2 mostlikka ham klient kelyapti. Kecha savdosini kutdilar. Buni qarang, e'tibor qilib 2 mostliklarimiz 2,5 tonnagacha, 3 tonnagacha yuk bo'lsa bo'ladi. Mana lasetti balonlarda e'tibor qilib ko'rasizlar. Juda baquvvat qilib tayyorlangan. Hozir buni ham syomkasini qilib o'taman. Yurtdoshlar, presepimiz kam qoldi. Aksiyamizdan bemalol foydalanib, 1 mostlik, 2 mostlik preseplarni xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir 1 million aksiya qilganmiz. Presepimiz 10 ta presepga amal qiladi. Bizlar aksiyamiz 10 ta presepga. Agar undan keyin 10 ta presepdan keyin yana kommentariyada yana aksiya qilib bering deb ko'proq agar tilaklar bildirilsa, shunga amal qilib yana 1 mostlik, 2 mostlik preseplarimizni yana 1 million aksiya qilib berishimiz mumkin. Bu sizlarning iltimoslaringizdan, talablaringizdan kelib chiqqan holda bo'ladi. Like'larni bosib, obuna bo'lib, bemalol yurtdoshlarga jo'natib qo'yishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana zakazga tayyorlanyapti. 2.40 ga 1.40. Xudo xolasa ertaga tayyor bo'lib qoladi. 2 metrga 1.30. Mana bu yerda ham 2 metrga 1.30 tayyorlanyapti. Kimga 1 mostlik, 2 mostlik preseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Har xil turda tayyor preseplarimiz bor. Preseplarimizni Qamtashga suvarkada qilinadi. Juda baquvvat profillardan qilingan mana. 4x4 juda baquvvat profillardan qilingan. Pastga orqa eshigi pastga ochiladigan qilinyapti. Presep 10 yil bo'ldi, presep ishlab chiqaramiz. Bemalol sifatli preseplar kerak bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Like bosing, boy bo'ling deb qolamiz. Mana damazga ham mana taqilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.